Musulmonlarning ishidagi eng mohir savdogarlardan bo'lgan Abdurahmon ibn Avfdan so'rashdi. Buncha boylikka qanday qilib erishdingiz? Rasulullohning duosi bor edi kishi ustida. Mana shu narsa esimizdan chiqmasin. Birinchi shu. Endi qarang, o'ziga tegishli bo'lgan joyda. U kishidan so'rashdi. Qanday qilib mana shuncha boylikka ega bo'ldingiz? Ibn Avf javob berdi. Vallohi mastaqlaltu ribhan va la bi'tu daynan. Tijaratu ad-dayni laysat bi tijara, bal hiya zullun, mutasawwulun va faqrun va ham. Vallohi hech qachon topgan foydamni oz sanamaganman. Qo'lingizdan keladi savdogar. Topgan pulimni hech qachon oz sanagan emasman. Va la bi'tu daynan. Nasiyaga oldi sotdi qilmaganman. Chunki tijorat